dünya, ey dünya, sen meni, aqlimni ozdurding. O'zimni tek tonimasda, nimishqa, nima uchun yoritilganimni so'rayolmasda, meni manga qo'ymasdan, keyningdan mang'uzding. Bezelgan, saxta, quruq, arzimas qiltoqlaringga meni so'rab ketding. Huquq, mol-mulk, shuhrat, boyliq va pul deding. Xushal bo'ladigan, ko'ngil ochadigan kun bugun deding. Allah Taala Qur'on Karimda Sura Kahfning 103 oyatidan 106 oyatigacha mundaq deydi. Sizlarga amallar jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraylikmi? Ular hayotiy dunyoda qilgan amallari yo'qqa chiqqan, ammo o'zlari obdan ish qildiq deb o'ylagan odamlardir. Ana shular Parvardigorning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan, natijada qilgan amallar bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilch e'tiborga olmaymiz. Kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxara qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Elchilar ishkimizni chekib, o'limni, qiyomatni, mahshargoh maydonini eslatganlarida ishni ularning yuzlariga yopdik. Biz sal qaridik, ularni masxara qildik, tuhmat chapladik. Hatto ovozlarini o'chirish, kesish uchun nurg'un janglarni qildik. Ular yana voz kechmadi. Ular Allah va Allohning kitobi, Allah va Allohning rasuli deyishdi. Aytqina dunyo, biz zodi nima qildik? Nimishqa, qandoq inkor qildik? Bir umr topgan targanlarimiz qayerda? Yillarimizni bergan mollarimiz qayerda? Uningga erishish uchun jang qilgan iqtidorlarimiz qayerda? Qani, qayerda? Qayerda dunyo? Bir chaqlarda qiyomat qachon degan eding. Amdi aytqina, degina dunyo. Qara, ba'zilar yugurib, ba'zilar ot uloqlari bilan mahshargoh maydonidan yiroqlashdi. Bu bechoralar, bu xor qilinganlar to'xtamay sening keyningdan yugurganlar. Sening hashamatingga aldanganlar. Haqni inkor qilib, o'zlarini iqtidor egisi hisoblaganlar emasmidi? Aytqina dunyo, shundoq emasmidi? Nimishqa hammaylar bizga ich og'ritish va yana nafrat bilan qaraydi. Biz qo'rqqan, inkor qilgan, uningdan qochqil bo'lmaydigan o tez kun bugun. Bugun bir yordamchimi yo'q. Ulug' Rahmonimizmi yuzimizga qaramaydi. Ah dunyo, koshki Rabbimiz yana bir qitim fursat bersin. Agar yana bir qitim fursat bersa edi, sana ko'ngil beramdim dunyo. Sana aldanib, sana ishinarmidim? Voy holimizga. Biz nima qilgan bo'lg'uydik? Biz nima qildik dunyo? Biz zodi nima qildik?